Assalomu alaykum, Elmurotuz kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Akalar, bugun biz video syomkalarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani Tepa-Qurg'on qishlog'ida olib bormoqdamiz akalar. Xudo xolasa bugunga puli arzon sovrinlarni udarlardan akalar. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar akalar. Bo'lmasam biz sizlarni vaqtlaringizga bo'lsin akalar, video syomkalarimizni boshladik. Bugun haftaning dushanba kuni 3-noyabr 2025-yil akalar. Birinchi partiyasiga akalar 5 dona to'qli qo'zi so'g'larimiz akalar. Mana jonivorlar qaranglar akalar, go'zalligini hammasi zot toza, nasli bor qo'ylardan akalar. Dumbalari chiroyli, yorma dumbalar hammasi mana. Kalla boshlari ham tig'ib mana buni qo'ydi qaranglar akalar. O'ta go'zal narsa mana. Jonivorlar qaranglar. Olib maza qilib boqadigan variantdan keldi. Shoshilamiz akalar, soni cheklangan. Xudo xolasa narxlarni ham yo'lda qilib beramiz. Yosh oylik akalar bular taxminan 8 oylik atrofiga beraveramiz akalar. Plus minus. Mana shu ko'kam o'tda uchar qo'y. Jonivor. Shuni qaranglar akalar. Hurmatli obunachilar, bular dasturkasini vodiy bo'ylab Toshkentgacha qilib yetkazib beramiz akalar. Samarqand, Buxorolarga bo'lsa kelishamiz. Dasturkasini kelishilgan holda yetkazib beramiz akalar. Xudo xolasa bemalol telefon aloqa chiqaverasizlar akalar. Mana. Pastdagi nomerlarda Telegram, WhatsApplar bor akalar. Musofirdagi aka-ukalarimiz uchun. Mana jonivorlar akalar. O'tda udarlardan. Bularning bo'ylari akalar eng pasti ham 70 chiqsa kerak. Mana shu bitta o'shancha o'chib qo'yib jonivorlar. Bitta kuzatib qolamiz akalar, qolganini razmini bilib olamiz. O'tda uchar qo'y. Mana akalar. Qo'yda qaranglar. Garbonuslari ham cho'tki jonivorlar. Ularlar ham butun narxi ham akalar optim narxda mana. Xudo xolasa. Mana akalar oyog'ini uchidan ko'rishingiz mumkin. O'sh 80 ekan mana akalar. 80 sm sog'lig'imiz. Dumbani qaranglar akalar. Dumbani ozgina junini olinmagan akalar, pardasi qilinmaganda qo'y, yaxshi ko'rinmayapti. O'zi asl holati ko'rsatyapti ular akalar. Hurmatli obunachilar, bularning narxini to'talasini bir joyga akalar bo'ladigan narxi 4 milliondan dastlab yetkazib beraman akalar. Dastlabkasi Buxorogacha 4 milliondan ketdi akalar. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol telefon aloqa chiqarasizlar. Endi keyingilarni navbat. Hurmatli obunachilar, mana keyingi partiyasiga akalar gigant sovrinlarimizni akalar mana. Bular akalar hali ektish. Xudo xolasa akalar birinchi qoringa bo'g'oz. Mana shu kattasi akalar naq bo'lib qolgan, yelin solib. Unisicha kechikroq akalar. Mana jonivorlar qaranglar. O'ta chiroyli narsalar akalar. Hozir tishlarni o'chib ko'rsataman. O'shancha kattasini mana shuni bitta ko'rsatib qo'yilashini. Bitta udor narsa akalar. Hozir bo'ylarni o'cha ko'rsatamiz. Bo'yi ham 80 dan baland qo'ydi. Shuni qaranglar akalar qo'ydi. O'ta udor narsa akalar mana. O'zi tulaydigan variantida mana ektish. Bo'ynidan sekin tulash boshlaydi akalar, xudo xolasa. Mana akalar qo'ydi. Ko'rishingiz mumkin akalar, mana bo'yi 90 ga yaqin jonivor, 87 chishyapti. kichkina qo'yaman. 85 ga beraveramiz akalar mana, 85 ga qo'yib. Dumbadan qaranglar mana. Xudo xolasa naq qilib qo'ygan akalar bu. Yelin solib qo'ygan jonivor. Qorinda shu yozib qo'ygan akalar. Gap yo'q, qo'yavering-chi. Nima qilsin? Mana akalar. O'tda go'zal narsa. Endi bunisini akalar 80 dan baland ham, 80 plyusga olaverasizlar, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, mana bunday kuzatib qo'ydi tishini. Nima aniq bo'lsin? Aniq bo'lsin mana akalar. Ko'rishingiz ektish. Xudo xolasa mana qorin tashab qo'ygan akalar. Birinchi qoringa bo'g'oz xudo xolasa. Mana akalar, bu ham o'sha 82-83 yapti. 80 plyusga olaverasizlar akalar. Bo'l qo'yavering. Hurmatli obunachilar, bularni narxini akalar ikkalasini bir joyga olaman deganlarga akalar 11 millionga dastlabki qilib yetkazib beramiz akalar. Tanlab olishga akalar raznicasi bor, kelishamiz. 11 millionga bo'lsa akalar Buxoroga dastlabki qilib beramiz. Vodiy bo'ylab bo'lsa akalar ozgina xayri bor, xudo xolasa kelishib beramiz akalar. Endi keyingi navbat.